Vay vay. Para olsun. Niyeti var. Bak böyle. Ya hem kıyımızı hem terap koyma. Ben çöreğim. Ko'p yildan beri birga ishlaymiz. Eshitib necha yil bo'lib ishlashgan? 38 yil pochtada ishlayapti. Video arzimagan tayyorlangan bir hurmatli Ochilov Go'zxon Eshonbo'va, sizni muborak 60 yosh yubileyingiz bilan O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Surxondaryo filiali Jalqurg'on pochta aloqa bog'lamasi jamoasi nomidan muboraklatamiz. Siz pochta sohasida ko'p yillik samarali mehnatingiz natijasida yutuqlarga erishdingiz, shogirdlar yetishtirdingiz. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik, niyat qilgan orzu-umidlaringizga erishishingizga, farzandlaringiz, nabira va chevaralaringizning kamolini ko'rishni Allohdan so'rab qolamiz. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati pochta aloqa bog'lamasi nomidan. Hammalarga rahmat. Bo'ldi kerak. Endi buni yeyib. Vodo привозят Киева. Mahsus kiygan. Xat kelgan, Eshonboy xat kelgan o'g'il. Xat kelgan. Ya Rabbim Allah Parvardigor meni hurmatli mana shu yig'ilishdan Allohim barchalaringizni Allohim umrlarini uzoq qilsin, kelajakda rizqini mumkin qilsin. Mana shu yerda yosh kadrlarimiz bor. Mana bizga o'xshab Parvardigor pensiyaga chiqib, bizlarga o'xshab ishlab yuz yorib bo'lsin. Katta hajlarga, umra hajlarga hajr mabrur, sayr mashhur kelsin bari. Bola chaqasini rohatini ko'rsin, topgan tutganiga xayr barakot bersin. Yuzlari yorib bo'lsin, martabamiz ulug' bo'lsin. Shu pochtamiz gullab yashnaversin. Bizdan keyin ham pochta ishi rivojlanaversin. Allohim osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. Doim dasturxon to'kin sochilib bo'lsin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka bifazlika karamik. Parvardigor barchalaringizga sog' salomatlik tilab, yaxshi kunlarda, yaxshi kunlarda, to'ylarga, tomoshalarda uchrashish nasib qilsin. Alloh. Boshqalarga sovg'a Ye.